Do'stlar, birinchi gilamlardan boshladik. Namangan Yashil bozorda bu yerda Rabochi yangi bu yerda rossiyskiy polosdan boshladik. rossiyskiy poloslar. Birinchilardan boshlaymiz aka. 2 uchlar aka, rossiyskiy poloslar 300 mingdan oxiri 280 qilib beramiz. 280 qilib berdi. Bu har xili bor ekan-a buni. Ba'zi xivalarimiz bor aka, hop, ba'zi divordan tushgani 550 ming, 500 ming ashnaqalari bor aka. Bunisi xiva gilami. 250 mingdan 550 minggacha xiva gilam bor aka. Razmerlari har xil. 2 ga 3, faqat 2 ga 3. Bu ham 2 ga 3. Hammasi 2 ga 3 ekan. 250 mingdan 750 minggacha. Yo, 550 minggacha aka. 550 gacha holatiga qarab. Endi bu yoqdagi gilamlar ba'zi 2,5 ga ucharim 500 ming, 3 ga 4. Hop, 750 ming, oxirgi narxini aytyapman. 700 ming, 3 ga 4. 3 ga 4 700 ming. Bu ham 700 ming. 3 ga 5imiz 600 ming. 3 ga 4imiz bor mayli 650 ming. Bu ham xiva gilamlar. Xiva gilam. Bunisi 1 million 100 ming. 3 ga 4 bu ham. Bu 3 ga 5 750 ming. Bunisi 3 ga 5. 1 million qilib beramiz. 4 ga 5 bor aka. 800 ming oxirgi narxini aytyapman faqat. Bunisi ha. Bu yoqda daroshkalar, yangilamlar ham bor ekan. Yangilar bor aka. Bu tomon. Yangilari kvadratkami? Yo'q. Kvadrat aka 45 ming, 50 ming har xil aka. Yangilar. Adi daroshkalarimiz bor. 38 mingdan. Birinchi turganlar, 80 38 ming so'm. Metri. 1 metrligimiz 50 ming so'm. 120 ligimiz 60 ming so'm. 120 liklari 60 ming so'mdan ekan. Bu yerda har xil gilamlar bor. Aloqaga chiqsanglar, sizlar faqat shanba kuni, faqat shanba kuni, Faqat shanba kuni chiqishadi. Qolgan kunlari aloqaga chiqib ma'lumotni olaveradi. Telefon nomerlar 94lik 94lik 603 603 56 46 56 46 raqamlariga bog'lab bu yerda gilamlarni xiva va necha razmer kerak edi? rossiyskiy poloslar. 3 ga 2 rossiyskiy poloslar.